qog'ozlarga yoki mana shunaqa satr yo'q narsalarga yozayotganda doim satr chizib olamiz. Umumiy mana endi bo'yni o'lchab qilinadi. Men umumiy ko'z chamasi bilan chizmoqdaman. 4 sm, 5 sm hisobini olasizlar. Qalam kesimiga qarab, bizda qalam misol kattaroq hozir bu yerda. Katta bo'lganligi munosabati bilan biz buni nima qilamiz? Bitta umumiy satr chizib olamiz. Qalamda bitta satr belgilab olamiz. Chunki satr bo'lmasa, harflar o'ynab ketishi mumkin baland past bo'lib. Xo'p, endi alifdan qoidasi. Alif necha nuqta? 5 nuqta o'tganmiz, to'g'rimi? Mana alif. Alifni 5 nuqtalik uchun mana nuqtani nima uchun kerak degan savollar bergan bizga. Nuqtaning asl sababi harflarning o'lchov birligi bo'ladi va harakatlarni ajratuvchi belgi bo'ladi. Bu mana alifning qoidasi va yarim nuqta mana chapga og'anab turibdi. Mana bu yerdan chiziq tortib o'lchaydigan bo'lsak, gradusi 75 bo'ladi. 75 tugallanganda esa 85 bo'ladi. 85. Urishgan qo'yish holatimizni qaranglar. Qo'ydik. Tortmoqdamiz. Keldi. O'rtada e'tibori gradus o'zgarish boshlanmoqda. Yani to'g'ri bitta gradusdan emas mana. Bo'lib yozdimki, sizlarga yana aniq tushunarli bo'lsin deb. Mana, e'tibor bersak, nima bo'ldi? Mana. 3 ga bo'lsak, bir oz sekin-sekin gradus o'zgarib bordi shu yerda. Qo'ydik. Mana. Taqriban endi misol belgisiz ko'payib kamroq qolsa zarari yo'q, lekin umumiy olgan doimiy ruchkani turish holatda alifda doim 75 bo'ladi. Mana. Shunga e'tibor beramiz. Qo'ydik, bir tekisda shoshmasdan qo'ygan holatimda biroz qiya qilib mana olib keldim. Shu narsaga e'tibor berishlar. Tushib kelyapti, keldi. Xo'sh, undan so'ng xo'sh, endi alifni qo'shib yozsak-chi degan savol tug'iladi. Misol deylik, alif B harfi qo'shib yoziladi. Mana B ni boshini oldikda kelib mana B ga ulaymiz. Mana bu yer. Mana bir qalam bo'ldi. Hamma bitta, ya'ni gradusda turibdi. Umumiy olgan 3 ga bo'lsa, ya'ni 3 ta bo'lakda turadi. Alif. Xo'p, endi alifni yana bir ko'rinishi bor. Xo'p, qaysi harf ulanishi qat'iy nazar keladida yuqoriga ko'tarilib boshni bundan burib qo'yamiz. Mana. Keyin mana bu ko'rinishi bor. E'tibor beringlar. Biroz bu yoqqa og'anib turadi. Chiqib turib, chapga og'anadi. Shu ko'rinishi ham bor. 3 xil ko'rinishi va 4-chi ko'rinishi esa nima bo'ladi? Cho'zilib yozilgan holati bor. Cho'zilib yozilganda ham mana bu holatlarning birini qo'llasa bo'ladi. Hozir tekis tugatamiz mana. Xohlasak buramiz, xohlasangiz o'ng tarafga, chap tarafga o'rnatamiz. Mana shu holatda yozamiz. Va e'tibor beringlar. Mana bu holatda, bu holatda doira simoni bor. Mana aylantirsak mana shu yerdan bir doiracha hosil bo'ladi mana. Bu yerda esa kichikroq doira, ya'ni cho'zilmagan ulanganda shunisi mana bu yerda qirrali bo'lib chiqyapti. Bu holatlarni uchg'on mana bu yerda to'rtburchak deydi. Bundoqsa to'rtburchakning o'zi bo'lib qoladi. Shu holatlar ulanishlar bor alifda.